Xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli tezkor profilaktik tadbirlari doirasida Ichki ishlar vazirligi transport va turizm obyektlarida xavfsizlikni ta'minlash departamenti mas'ul xodimlari tomonidan navbatdagi tezkor tadbir amalga oshirildi. Navbatdagi lavhamizda mana shu jarayonlar haqida so'z boradi. Aniqlanishicha, 1997-yilda Sirdaryo viloyati Guliston tumanida tug'ilgan fuqaro 2001-yilda Sirdaryo viloyatida tug'ilgan fuqaroning ishonchiga kirib, o'zini yuqori lavozimlarda ishlovchi tanishlari orqali haydovchilik guvohnomasini rasmiylashtirib berish imkoniyati borligini aytib, buning evaziga 500 AQSh dollari miqdorida pul talab qilgan. Olib borilgan tezkor tadbir davomida gumonlanuvchi Guliston shahri 2-mavzeda joylashgan 5-sonli umumta'lim maktabining orqa hududida oldindan kimyoviy ishlov berilgan 400 AQSh dollari hamda 1.200.000 so'm miqdoridagi pul mablag'ini olgan vaqtida tezkor tadbir ishtirokchilari tomonidan xolislar ishtirokida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Mazkur holat yuzasidan fuqaroga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda.